Tak. Tasdiqlaymiz. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 1999 kanaldasizlar. Bugun mana Sataevkada yangiliklar. Milan afsonasi Gullit kiygan Inatsiyonalist bu magazinda Serebroda yangiliklar bor ekan. Bo'ldi endi Top Primadan ham o'pish chiqamiz hammasidan. Короче, juda ko'p yangiliklar bo'lgan. Tak, open packimizni ekstra manimcha paketlardan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, to'lib yotibdi zapasimizda odamlar. Shunga birinchi maydalardan boshlaylik. Makalada yo'q. Mana bu ikkalasini beraman extra time'ga. Mana 7 mingta extra time'ga obmen qilib olamiz. U yoqdan yana topamiz. O'sha legendarni mingtalik pakni ochamiz. 110liklar ketma-ket. 110, 109. Minimalka faqat 106 tushdi menga. Suleymanami o'sha ham yangi bo'ldi-da. Hozir extra time ko'rib o'tamiz. Mana 5 mingtalik. 5 mingtalik besplatniy mana bu. Qani ketdi, bismillah. Birinchisi bizga Kylian Mbappe yoki Isak chiqib bo'lsa zo'r bo'lardi. Omadimiz kelsa bo'ladi. Hozir omad-yu. Giroud. Yaxshi. Yana bitta. Qani ketdi, bismillah. Mana Giroudni komandasida Mbappening ukasi bor. Ketdi, pronto Kumir endi. Kumir yoki Geroy. FK davay. Shashi. Hay, qani ketdi, bismillah, yana bitta. Zo'r o'yinchi FK. Davay. Men sendan kutgandim. Oxirgisi Kylian Mbappe, qaranglar. 1 2 3 Mbappe, mana Mbappe. Desamaga FK DNX dedi. Mana olamiz, baribir hammasi mingta beradi. Tak, ochib olamiz. Fransiya, Giroud, Mbappening ukasi. Desamaga ishonmanglar, Giroud. 315 ta ochko yiqibmiz. Yaxshi, hozir endi 5 mingtalik ekstra time ochamiz. 5 mingtalikka 107 taliklar, 106, 107 larning hammasi ketadi. Bo'ldi endi. Emblemada novoy narsalar bor ekan, Bundan aytgancha men ikkinchi levelga chiqib oldim. Mana bular. Rodrigo ham kelgan. Tak. Bizda 2500 ta to'plasak bo'lar ekan, hali yana 1000 tadan ziyod to'plash kerak. Endi 5000 talik ekstra time'ga yo'l olamiz. Hozir qimirlamayapman, shunga video приятно bo'lyapti. Avvallari qimirlasdim, chunki telefon qo'limda bo'lardi. Hozir stolga qo'yapman. Birinchi besplatni o'shaylik. O'sha ekstra paketlardan boshladim, chunki zo'rlanaman. Bo'ldi endi. Bu pakka qani ketdi, bismillah. FK yaxshi fragment, o'yinchi kerak emas menga. Oy, 100 ta. Xitoy screenshot qilib. Kerak emas. Kecha ham 100 ta tushirgandim. Tur 87, chunki komandani ko'rsatay, sizlarga komandani ko'rsatmoqdaman.
Mana bu bizni komanda 650 ta fragmentga MK Mamanni oldik. Ajoyib. Yaxshi, ajoyib emas, normal darajada o'ynar ekan. Mana bizni sostav hozir shu darajada. Bitta napadayishini alishtirib olsak agar bir nechta rankablar bilan o'veramiz, 118 ga chiqadi. Может, napadayishni almashtirmasam, uni xavf foizi kam. Xo'p, davay, hozir fragmentimizni общий hisoblaylik. Pak o'chaylik. Mana hozir общий fragmentimizni hisoblasak 240 ta qo'shsak, ancha bo'ladi. 720 ta, salkam 800 ta fragmentimiz bor. Nestaga yetadi, Nesta bizga kerak emas. Kelinglar birinchi mana shu pakdan boshlaylik. Libertadores pakka bizga bitta 109 bersangiz bo'ldi. Menga lishni bu yoqdan boshqa odam kerak emas chunki. Baribir 113 tushmaydi, 112, 113. Shuning uchun umid ham qilib o'tirmaymiz. Qani ketdi, bismillah. Yurishi ham qiyin bu pakka. Qani ketdi. Aytdim-ku, pak la'natlangan Libertadores sezoni. Tak, endi 3000 talik paketimizni ochamiz. 108, 113. Ochko ber, FK ochko. 109 yana. Vallahi vashshe da FK 109 beryapti yana menga. Angliya, Sab, Tottenham. 109 Solanke. Hatta 110 bermadi. Finality show pakimizni ochaylik. Bu pakda menga yaxshi o'yinchi tushgan. Qani ketdi, bismillah FK. Ochko bermadi. Musu, qani edi? Musre. Gabri CDFK. Настроение tushdi. В общем-то. Menlarda nima bor? Qiziq narsa bormi? Kiraylik. Endi fragmentlarimiz nechta bo'ldi? Mana Gabi. Shuni o'rniga Nesta bersang bo'lmasmidi? 300 ta fragment bu yoqda bor bizada. Obmen paklarini ko'raylik. 105 kimlar bor? Yo'q. 8lar bor, 9lar bor. Shansi yo'q. Gattuso va bitta 109. To'rtla bitta galereyaga kiraylik. Yana men qaytadan odamlarni ko'ray. Yaxshi ko'ra olmadim. Mana qaysi qancha kelgan skladga nimaga kiryapman. Mana. Nesta 800 taga kelgan. Buni o'rniga dalgish 800 taga kelsa bo'lmasmidi? Rudiger qimmat. Uzun kelgan. Uzunmi karochida. Don Fermin Lopez kelgan. Mana Real Madrid o'yinchisi. Braziliyalik futbolchi Napda ham o'ynaydi, full qilsanglar. Mana dalgish 5 ga 5 oyoq, ajoyib. Eng asosiy Riverdi bu Gullit. Qaranglar nechta pozitsiyada o'ynaydi bu. Sabsobnap. Ko'rdinglarmi? Bu bola, bu odam ajoyib. Kimga kerak bo'lsa olsin, siz eshnikka kingni olmanglar. Undan ko'ra Kordorobani olinglar. Hozir men sizlarga statistikasini farqini ko'rsataman. Bitta mana bu yoqdan sovg'ani olaylik.
Starbucksga keyin kiramiz. В общем, FK bugun настроение пусти. Сравнить игроков. Так, hozir endi bizga programmani pozitsiya qilamiz. Qisbi Kordoba va tak. King qanasan? King. King yo'q-ku. Kingni nima hali beri kompyuterga qo'shishmadim. Ferdinand. Keyin qo'shishardi menimcha. Keyin Abduqodir Husanov bilan solishtiramiz. Mana endi yana kimni solishtiramiz? Va eng zo'r hozirgi zashitnik Beckenbauer. Luchioni solishtiramiz. Qaysi biri zo'rroq ekan? Afsuski, Husanov anchagina orqada, lekin fizicheskiy podborga Beckenbauerdan yaxshiroq. Overni ham farqi yaxshigina bor-da. Endi stamni qo'yamiz. Keyin Historia Nasi. Qaranglar-da. В общем, tushmadim bu narsaga. Mana buni menimcha. Сколько Япония выиграл Африка-Азиан Куб по состоянию 25 года. Menimcha bu ma'nolarni bajarsangiz sizlarga beradi. Mana bunaqa narsalarni va oxirida nechta +. Играть для пропуска. 3 ta savol bo'lar ekan. Buni ChatGPT bilan qilamiz albatta. Keyin buni qilamiz. Hozir nima qilishni bilmayapman-da. Bolalar keyin 113, 112 abmelarni qayoqda qiladi? Men shuni bila olmayapman. Mattuchini ko'raylik-da, bitta juda arzon variantga kelgan. Agar sepida qo'yib o'rta olishimiz mumkin. Sepaga. Chunki 500 taga ajoyib variant. Galereya va Mattuchi. Super Elzada ham o'ynar ekan. Bu esa juda yaxshi. Men o'ynatganman, yaxshi o'ynaydi. U oldingi birinchi videoyimni ko'rsanglar, u sostavimda bor. Uzun sochlari uzanni. O'zil kelmaydimi uzanni joyiga? Hali Real Madrid va Barcelona Best 11 akkauntimda ham Open Pack bo'ladi. O'rtalar jindilik qilamizmi? Lekin bu juda qiyin masala o'rtoqlar. Qilaymi, qilmaymi deb qilishni ham qilmaslikni ham bilmayapman. Ertaga ham video bo'ladi. Bugun sizlar shu videoni kommentariyasiga yozib ketinglar. Shu pakni ochaymi, ochmaymi? Oching deganlar kommentariyaga let's go deb yozinglar. Yo deb yozinglar. Bo'ldi. Hozir u akkauntimga kirib open pack qilaman. Xayr. O'zini pasaytiramiz. Endi bu akkauntimga o'tdik. Ya'ni Real Madrid va Barcelona o'z akkauntini ko'rsatib o'tay sizlarga. Akkauntimiz Koeman albatta Barselona o'ynagan. Lucas Vazquez bilmayman. Bilan qo'ysam over tushyapti. Mayli. Ketdik bo'lmasa
Bunda birinchi paketlardan boshlay. Paket o'shim kelyapti. Mana 3 mingtalikdan Marcelo Rique bor. Yana Mascherano bor. Roberto Ramiresmi bilmayman qo'ygani. Vidal bor asabiysi yana. Qayerqani ketdi bismillah. Spak вообще volkot bermaskan. Oxirgi vaqtlar bermoqda. Boshida berayotganda hozir qaranglar musor. Argentina musor. Siz musor. Raking. Fofona. Montona. Kim narsalar. Kim qanaqa nomlar o'ylagan ey? Qayerqani ketdi bismillah. To'xta. Fermin bor. Yana 109'liklarda Erik Garcia bor. Barsani himoyachisi o'shani ber. Fermin Rodriguez Nesta bo'ldi. Kingam Barsada o'ynagan adashmasam. Короче, ber. Qani ketdi bismillah. Ya musor o'yinchi yana. Bu FK'ni. Yodlaganman musorligini. Ispaniya musor. SP. Barcelona молодец. Gavi. Короче, Gavini albatta SPga qo'yib Bellinghamni sotib yuboramiz va o'rniga boshqa potsiyani yopamiz. Cerebro mana bu yoqdagi yangiliklarni ko'raylik, bo'lmasa zibini qiladi. Gavini qo'ysak over ko'tarildi deb bashadi. Qo'ymaymiz, hozir hammasini sotib yuboramiz adashmasam. Mana bularni qo'yib turaylik. Komandani ham shunaqa qilib olay. Chunki mana Pepeni qo'yamiz bu yoqqa. Bularni sotamiz, biz ekstra time'ga ketamiz. Biz 47 millionga sotib qo'yay. Rus 4 million olsin. Biron kim olsin bo'ldi. Bellingham. Menga kiramiz. Simone. Hammasini beramiz bularni. Hozir. Tak, endi Sabitya bo'limiga o'tib, o'sha mashhur pakni bu akkauntda ochamiz. Qani let's go. 18 soatdan keyin ketadi. FK vashi duraklik qilib, burak bo'lasan. Simon sotiladiganini berib, sotilmaydiganini oldik. Молодец. Qani FK iltimos 113 Bellingham. Bellingham. Bellingham bor Realdan. Kimlar bor deb Bellingham, Courtois, Mbappe. Qani ketdi bismillah. Faqat minimalka beryapti hozircha. O'zi kattasi berib qolar. Giroud o'zi bu akkauntda ham tushding sen. Realda yoki Barselona o'ynasam bo'lmaydimi? Bismillah. Ketdi Bellingham,
Babbe ku desem aka. Yepsan. Shu gapingga yepsan deyapti Efka. Havden oldum. Ne dediğini olsam bulardı. Jirontni mana bu pakka berib yuboraymi? Beramiz, qani ketdi. Bismillah. Sonda yo'q. Musor o'yinchi bilan qoplanib qoldik. To'xtab qoldik, qoplanib qoldik debman. O'zi rankap jetonlarimiz nechta? %50 dona ekan. Ikkinchi rangni bugun beramiz o'sha. Sapda ham o'ynasizda adashmasam. Uchalasi ham sotildi demay. Tata. Hakuna Matata. Biz sizaga olamiz. Ajoyib o'yinchilar bu sizaga. Nomzodlar ko'p. Chusanovni olsam bo'ladi, lekin Realda o'ynamaganda. Realda ham Barselda ham o'ynamagan. Erik bormi shu yoqlarda? Bu mana Erik Garcia. Boshqa futbolchilarni ham ko'ray. Erik Carlos Puyol. Stena. Yo'q. Olmaymiz. Blankam Realda o'ynagan. Turam ham o'ynagan albatta. 275 million full 270 millionga bor ekan. 270 millionga Erik Garcia'nın nechilik kartasini beradi. Ya. Shuni olamiz chunki hali boshqa pozitsiya ham bor. 270 millionga Preberetsa qilamiz, Podverdid. Yana bitta olarkanman. Turam. Tak Turam'ı koyacağım. Doğru bu anadolu konuşacağım. Soskası ekranı, sosu bunu obranama fizikçisi. Mana iyi salqinlarni uzr yana. Nima bu? Lucas Vazquez ham sotilibdi va 93 million endi PSGga qidiramiz. Turam bu kartasiga pulimiz yetmaydi. Trentdan qolmaydi. Trent yaxshi variant lekin ha. 470 millionga ko'ndi.
bo'ldi. U yog'i bahsga tushmaymiz. Rentda olaymi, kondanami? Kondani olaydi. 6 millionga. Yaxshi bo'ldi. Bugun ancha odam sotib oldik. Chouameni ol. Hammasini balansga bersak yaxshi bo'ladi. Ikkalasi bir-birini paytchasida yura oladi. Fernando Hierro zo'rmi, bumi? Churan, mana kartalari almashdi. Darvozabon Joan Garcia. Biz emas, endi Valatar olamiz. Senzik cho'qmat. Traver. Joan Garcia turaverasiz menimcha. Turaverar ekansiz. Kim aytdi? Opam aytdi. Kurtuvajon chaqmatsan. 300 millionga lekin tushib ketadi Kurtuva. Benzik. Sostav shu bo'ldi. Mana Real Madrid postum bor. Endi ko'tanak pakkini ochamiz bitta. Real Madrid, okay, let's go. Bizga sotiladigan gullit. $15 milyon. 100 milyon bo'lmaysanmi? Ronaldo tushsa 100 millionga sotaverdi. Yana ochaymi? Ketdi. Yana 15 milyon. Jonas Brüze 53 milyon. Так endi mana unga rang trenirovka berish kerak. Valatarga ham takka ketib olaman. Mana shu yoqda to'xtay. Chopay. Astagfirullah deb gapir. Yo, 19 ga chiqsin. Mayli. 9 gacha ko'tarib olamiz. Pastdan so'xta. So'xta barsa ham bor. Barsa shunaqa o'ynagan debmi? Bo'ldi. Hirqa bo'ldi. Endi bu o'zir biton turadi.
Ta kan napni ham almashtirish kerak ekan. Bunday bo'lib qarasa benzemani. Так, зато защита zo'r bo'ldi. Churamni kartasini oldik, kalni. Kal demang, u ham xudoning bandasi. Yoshligida agogir o'ynab kuydirilgan kallasi Benzema. Sen ham kalmisan? Gada. Ha, Benzema sotib bo'lmaydi. Sananap. Bizi 53 millionga qanaqa kartalar bor? Shevchenko juda ajoyib narxlarda. Holand tezroq Barsaga o'tsa bo'lmasmidi? Bana bu bachchani 150 millionga. Bunaqa kartasi 282 million. Yo'q, bo'ldi. Tak, video demak menimcha shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, video salgina bo'lsa ham sizlarga yoqdi. To'la fragment to'plash kerakmi yo'qmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Bu akkauntimda fragment to'playmi ili yo'q. Biron kimni olishga uspet qilishim kerak lekin. Bitta narsa esimga keldi. Mana bitta bunga kiraylik-da. 693. Bitta bir o'zi 11 futbolist tushursa bo'ldi ekanda. Shu bilan anchuli chapa-chuli bo'lar ekan. Davay. Shu bilan video tugadi. Prosmotr uchun rahmat. Aktiv bomba bo'lyapti, lekin Lochin gamingmi, Lochin Instagram'i juda ko'p akamiz o'sib ketdilar, lekin в общем videolarda omadlari kelmaydi. Bitta omadlari Eusabi kelgan, lekin hammanglar ularga podpiska tashlaysizlar. Menga ham tashlanglar, videolarim qiziq. Tez kunda emas, o'zi ertaga, chunki yana men almost to'playman ertagacha. Videolarimni ko'rishda davom etinglar.